Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosining Tor televiziyasi. Bugungi haftalik xabarlar programmamiz orqali mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Gulchehra. 20 avgust Qog'iliqning Yilqichi kentida yuz bergan qirg'inchilikda 22 odam o'lgan, 4 odam tutilgan. İgəlişimizcə, Xitay qurallıq gücləri 20 avgust Yilqichi kentidagi bir dehqonning uyiga hujum qilib, mazkur uyga yig'ilgan 28 Uyg'urni o'q tutgan. Ammo voqeani axborotdan qattiq yoshirgan. Radiomizning ziyoratini qabul qilgan Yilqichi yezliq islom jamiyatining mudiri Mahmudjon Qarim diniy zotlarga echilgan yig'indan anglaganlarga asosan voqeada gumondorlardan 22 kishining o'lganligini bildirdi. U mundaq dedi: 22si etib etildi. Töti tutuldu deb uqtirdi. Təfsilatını bək sözləb ketmedi. Bularni diniy işlarga məsul yezi başlığı Alim Hamidin dedi. Onun bildirişçi yana qırğınçılıqda ölgənlərinin cəsdi naməlum joyga yetkəb ketilgan. Xitay dairələri Yilqichi qırğınçılığında öldürülgənlərdən bir qisminin kimligini bekitishdə gen tekshirishga məcbur bo'lgan. Mutaxassislarning qarashicha, buningdan qaraganda Xitoy bu bir to'p kishilarga ig'ir tipdagi qurollar bilan hujum qilgan bo'lishi mumkin ekan. Oshkorlanishicha, Xitoy soqchilari 29 avgust Yilqichining 9 va 7 kentlariga berib, To'xtamaxon va Seyit Mamataxon oilasidan DNA siniq uchun avrishga olgan. Shahab yezisidagi bir qism gumondorlar oilasi bolalarini tepishga majburlanib, so'roqqa tortilgan va tutib ketilgan. Bu vaqtda to'xtalgan Amerikadagi doktor Mehmet Emin Xitoyning gumondorlarni o'qi emas, to'p tutgan bo'lishi yoki ularga o't qo'yish yoki bombardimon qilish qatorliq vahshiylarcha o'ltirish tadbirlarini qo'llangan bo'lishi mumkinligini ilgari surdi. 30 avgust xalqaro g'oyib qilib etilganlarni xotirlash kunidir. Bu xatir kuni munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, dunyo jamoatchiligini Uyg'ur g'oyiblarning izdirakini qilishga chaqirdi. Xalqaro g'oyib qilib etilganlarni xotirlash kuni 2010-yil bekitilgan. Xitoy doiralari tarafidan tutib ketilib, izdiraksiz g'oyib bo'lganligi oshkorlanganlar ichida 2009-yildagi 5-iyul voqeasiga chetishliq Uyg'ur g'oyiblarning soni 30 dan oshdi. Xitoy hukumati tarafidan izdiraksiz yo'qotilib etilgan Uyg'urlarni xotirlash yuzasidan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 29 avgust maxsus bayonot e'lon qilib, dunyo jamoatchiligini Uyg'ur g'oyiblar va ularning oila tavobatlarining taqdiriga ko'ngil bo'lishga va tadbir elishga chaqirdi. Qog'iliqning Yilqichi yezisidagi cho'llikda etilgan va tutilgan 26 kishidan 6 nafarning kimligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, kimligi oshkorlangan bu kishidan bir nafari Yilqichidan, qolgan 5 nafari Yilqichiga qo'shni bo'lgan yezilardan ekan. Shahab 2-kent partkom sekretarining bildirishicha, Yilqichi qirg'inchiligida o'lganlar To'xtamamud, Mamtimin Mahmud, Abdumit Abdikerim, Mehmet Ahmed Niyoz, Abdurrahman Turup qatarlıqlar Shahab yezisidan. Bularning ichidagi Mehmet Ahmed Niyozning 3, Mamtimin Mahmud bilan Abdumit Abdikerimlarning 2dan farzandlari bor edi. Maralbeshi va Payzvat noyalarida bir qism dehqonlar 10 yil avval yuz bergan yer tavrash ofatining patqig'idan hali ham qutlanmagan. Xitoy hukumati mazkur ofatdan keyin bu rayonlarda yer tavrashga chidamliq uy qurilishi boshlaganligini hadab tashviq qilgan bo'lsa-mu, bu qurilish ta hozirgacha amallashmagan. Cho'nqurchaqdagi bir dehqon ayolning bildirishiga qaraganda, hukumat va'da qilgan beton qurilmalik uylar pul to'lagan dehqonlarga silib berilgan. Pul to'layolmay yog'och qurilmalik uyda o'ltirgan dehqonlar 50% ga yetadi ekan. 10 yil ilgari 24 fevral Maralbeshi, Payzvat noyalarida yuz bergan ig'ir yer tavrash ofatida 100 mingdan ortiq odam ofatga uchragan edi. Ofat eng ig'ir ko'rilgan Maralbeshi noyasining Cho'nqurchaq yezisida bo'lsa, 10 mingga yaqin Uyg'ur uy makonsiz qolgan. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.